Yoshim 69'da. 69'dan necha yildan beri qo'y boqasiz? 2016-yilda PSga chiqqanman. O'sha PSga chiqqanimdan beri qo'y boqaman. Avgustda 20 kuni 13tasini olib boqdim. Menga eng yaxshi yem nima deb savol bersangiz, eng yaxshi yem arzon yem. Mana bu bug'doyni yormasi. Bularda endi bo'shiga solib qo'ygan ekansiz. Mana bu Makkani yormasi. Mana dehqon akamizdan syomka qiling deganlar uchun bugungi videomiz maxsus bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab, like bosib qo'yasizlar. Qani bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va mana shunday qo'chqor ishqibozlar. Do'stlar, hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan bir dehqon tog'amizda xonadonlarga keldik. Xo'p, bu yerda boqilyapti turgan qo'chqorlari bor ekan, shularni qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Xo'p, bu qo'chqorlar qachondan boqilyapti? Bir oyda qancha yem yeyapti, qancha foyda qilsa bo'ladi deganlar uchun mana bu yoqda tog'amiz o'zlari. Assalomu alaykum. Tog'a, sizmisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Boyapsizmi tog'a qo'chqorlari? Ha, boyapman, xudo xolasa. Ko'pchilik akalarimiz kommentariyaga yozishdi, dehqon akamizdan chiqaring, ha deb qo'y purushlardan chiqarolmang deganlar uchun bugun mana o'zingiz necha yoshdasiz tog'a? Yoshim 69'da. 69dan necha yildan beri qo'y boqasiz? 2016-yilda PSga chiqqanman. O'sha PSga chiqqanimdan beri qo'y boqaman. 2016dan beri qo'y boqasiz. Ha, har yili shu avgust, iyul oylarida qo'zi olaman. 1 yil boqaman. 1 yildan 14 oy, 12 oy boqaman. Yetilgandan keyin sotaman. 1 yil boqasiz. Tog'a, bitta savolda qo'y bu haligi boqsa foyda qilayotganmi? Siz dehqon sifatida. Ha, foyda qiladi. Ko'pchilik akalarimiz yo'q, kommentariyaga yozishdi. Biz 2 yil, 4 yildan beri qo'y boqyapmiz, umuman foyda qilmaydi. Bu sizlar bo'lmagan summani aytib beryapsizlar deyishyapti. O'shanga o'zingiz dehqon sifatida mana. Mana shu qo'ylarda o'tgan yili 20 ta qo'zi qo'chqor olganman. O'zimizning qishloqda bir ichkariga kirib olsam bo'laveradimi? Ha, bemalol. Bu qo'zilar 20, aslida 23 ta edi. 23 ta edi, ha? 23 ta qo'zilarni o'tgan yili iyul oyida 10 tasini, avgustda 20 kuni 13 tasini olib boqdim. Endi bu qo'zilarni birinchi kelgan kunlari halidaqa ukar dorilarini qilib, kuniga 250 gram erta bilan bug'doyni yormasi, 250 gram yana bug'doyni yormasi kechqurun 2 mahal yem beraman. Ertalab 250 gram bug'doy yormasi, 250 gram Makkani yormasimi? Yo'q, bug'doyni yormasi. Bug'doy yormasi. Endi Makka arzon bo'lsa, Makkani yormasini beraman. Bug'doy arzon tushsa, bug'doyni yormasini beraman. Menga eng yaxshi yem nima deb savol bersangiz, eng yaxshi yem arzon yem. Arzon yem. Tog'a, endi bitta savol, uni pishirib berasizmi yo o'zini shunday berasizmi? Dastlab o'tgan yil avgust oyida, avgust, sentyabr 2 oy bularga o'sha yorma qilinganini namlab berdim. Hali bunga umpuni kirib ketib qolmasin deb namlab berib turdim, tuz qo'shib. Endi oktyabr oyida 15dan keyin silos ekkanman, silos kelib qoldi. Ham havo salqin bo'lib qoldi. Bitta shahardan shu shunaqa qildim, shahardan 150 litrlik katta qozon olib keldim. 750 mingga. Qozonda olib kelib 15 kilo bug'doy yorma, 20 kilo Makka yormani palov qilib pishirib, dastlab har bittasiga erta bilan bular kichkina qo'zi edi-yu. Ha, bular erta bahor kichkina qo'zi edi. O'tgan yili. O'tgan yili. Ha, o'sha o'tgan yili oktyabrda kichkina qo'zi edi. 40 kilo, 45 kilolik qo'zilar edi. Bularga o'sha yarim kilo erta bilan yarim kilo kechqurun berishni boshladim. Borib yangi yillarga borganda 1 kiloga chiqib oldim. Erta bilan 1 kilo beraman, kechqurun 1 kilo beraman. Pishgan haligi palovga o'xshagan oshda endi. Oshga o'xshab qoladi u yemi. Oshga o'xshataman, atalamas. Rosa kampirda lapatkadan kampir qilib olganman, hozir ko'rsataman. Nima qildim? Endi bularni boqib mana bu Qur'onlik o'yida shu 23 ta qo'ydan 20 ta qoldi.
20 ta qoldi. Ha, ikkitasini oyog'i o'rib qoluvdi 3 million 300 dan Shahidonda bozorga olib borib sotib berdim. Oyog'i o'rib qolgandan keyin baribir endi. Ha. Bas semiz edi. Aha. Baribir yaxshi yemaydi, oyog'i o'rib qolsa. Qo'zilar oyog'i o'rib qoladi. Bir haftada bir marta ana ko'chaga chiqarib bir 500 metr 1 kilometr olib borib qaytarib kelib qamab qo'yadigan odatim bor. Har kuni har haftada bir marta. Endi bu qo'ylarda Qur'onlik oyida 10 tasi bittasini o'zim so'ydim, 9 tasini sotdim. 100 kiloga eng oldini sotdim-da, eng o'sha 20 ta qo'ydi ichida eng kattalarini sotdim. Shundan 3 tasi 100 kilolik edi, ikkitasi 98 kilo, 97 kilo, 1 kilo qabaqa, 96 kilo. Tog'a, endi men juda arzon sotdim. Bu xullas qilam yozda qo'ydi yog'i ketmaydi deb qassoblar baribir qo'ydi yog'i ketmayapti deb narxni past beradi. 47 dan sotdim-da, 4 million 700 dan sotdim. 4 million 700 ming so'mdan sotiladi, ha? Buları kichikroqlari. Endi o'sha 20 ta qo'ychida kichikroqlarini keyin mana endi hozir yangi yilga yaqin bo'lmasam dekabrgacha boqaman deb bularni boqyapman hozir. Tog'a, endi shu o'rinda bitta savol. Hop, 23 tasini teng olgansiz, ha? Teng olganman. Nech pulda olgansiz? 1 million 800 dan olganman. Qachon? O'tgan yili. Qaysi oyda? Avgust oyida. Avgust oyida 1 million 800 ming so'mdan olingan. 40 kilo, 45 kiloni ichida edi. 40 kilo, 45 kilo. Hozir bu ham shu lasheriga. Ha, o'shalarda. Hozir berasizmi shu puldan? Ha? Hozir berasizmi? Nimaga? Yo, endi hali 1 million 800 ming so'mdan endi hozir ancha o'sib anaqa. Yo'q, hozir bularni 5,5 milliondan sotaman. Bemalol xotirjam foyda qilsa bo'ladi. Ha, men bularni hozir mana go'shtlarning narxi oshdi. Men o qurvaliqdagini maylab qo'yaverib endi o'tib ketdi. Hozir shu kechagi kunduzda yaqinda hozir qo'zilarni ko'rsataman. 56 mingdan tirik vaznga qo'zi oldim. 56 mingdan. Ha, qo'zini. Ha, bularni agar 55 mingdan ham beraveraman men buni. 55 mingdan. Hozir tirik vesiga necha kilo chiqadi? Mana shular oldi 100 kilo, ketdi 95 kilo chiqadi. Ular deyarli bir. Oldi 100 kilo, lekin hali boqasiz. Badani zo'r semirib qolsa. Bular haligi o'zi oyoq qo'li uzun emas bularni. Tog'a, Bular haligi dumalab qo'ylar. Semiz bular. asosan go'sht yo'nalishiga boqilyapti turgan ekanda bular. Ha. Bularda shu 5,5 mo'ljalin 5,5 da, endi 5,5 minus. Taxminan endi. Ha. Lekin hali dekabrgacha boqaman deyapsiz bularda. Noyabrda oxiri dekabrgacha boqaman. Noyabrda oxir dekabr. O'sha dekabrda qo'ydi go'shti yog'i yaxshi ketadi-da. Tog'a, endi Qassoblar ezg'ilamaydi qassoblar o'shanda. birinchi qo'y olyapti, nimasiga e'tibor berib olish kerak? Endi qo'ydi haligi nima deydi? Tanlab olsangiz 200 ming qimmat beradi. Aha. Tanlab olsangiz. Endi shu safar tanlab oldim ammo bularni juda mo'ljallab turib, mana shundan shag'i deb olingan o'tgan yil. Teng yarmidan bo'lib olgan ekansiz-da bularni. Ha, o'sha 20 ta qo'ydi bir buchoqqa qisilgan bo'lsa, shuni chiqarib, ana shu qova 13 tasiga nech pul beray deb katta kichik qilib olingan. U tanlab olsangiz, qo'y pushlar ham biladi, 200 so'm, 200 ming, 300 ming ustiga qo'yib sotadi. Aha. Hozir esa tanlab oldim, 24 dan oldim mana endi hozir. 2 million 400 ming so'mdan oldingiz hozirgi qo'zilarni, to'g'rimi? Ha, nari qo'zilar. Hop, bu yerda endi hozir nechta qoldi? Bu yerda bag'da bo'lib 11 ta qoldi-da. Ha, bo'lmasa nari qo'radag'larni ham ko'rsatamiz. Hozirchalik bular 11 ta qoldi beyda. Mana Marbo degan qo'pirishda olganlarim. Mana bu Botir qo'pirishda olganlarim nargilarida. Bu Marbo'da. Bu Marpaga olingan. Bular Jizzax. Bunisi Botir akamdan olingan. Bular Jizzax qo'yi. Bular Jizzaxga. Ha, bular Jizzax. Tog'a, zotini farqi bor ekanmi semirishga yo ketaver ekanmi? Endi haligi nima deydi? Aytdim-ku. O'zingiz tajribangizda o'tgan. Meni tajribam shunaqaki, men arzon narsani yaxshi ko'radigan odamman. Ha, menga mashinani ham arzoni yaxshi, qo'ydi ham arzoni yaxshi. Men shunaqa, u arashan deyapti, arashanlar. Misol uchun mana joyda oddiy qo'ylar joydar emas bular ham. Sal Safarodasi bor, ba'zi Jizzaxlarda, Jizzaxda qo'y boqarlar.
Mana. Cheydara qo'y boqmaydi-ku. Ha, ye bularga ham o'zi mana. Sora deydi-yu, lekin mana asosan bu yerda go'sht yo'nalishiga boqilyapti ekan, zotga emas. Ha, yo'q. Qassoblar. Lekin kilasi xotirjam 100 kilo oshib chiqaveradi, tog'a. 100 kilo plus minus. Plus minus endi taxminan. Endi tortib ko'rilmagani, lekin dadani semiz qo'chqorladi. Ha, bularni o'sha dekabr oxiri, dekabrda boshi, noyabrda oxirlariga sotib, keyin endi bularni 5 yarim sotganim bilan endi bir safar o'sha 60 kiloni, 70 kiloni qo'shqor olib kirg'azdim. Kattarog'ida. Ha, o'sha mayga tayyorlayveraman endi. Qurvonlikka semirtirib. Ha, u ko'zi olib boqish ham baribir uzoq boqilar ekan. Ha, uzoq boqiladi, to'g'ri. Lekin mana ikki tishida olsangiz, o'sha hali suyak, oyoq qo'li uzunida olsangiz, semirishi ham yaxshi. Bularga silos berdim. Erta bilan. Aha. Kechqurun nima somonda tertib berdim. Bir kun somon tertib beraman, bir kun beda beraman mana bu bedada. Mana o'zimizda oddiy Ha, bedalarda drabilkada o'tkazib berilaveradi. ha 15 so't yerimda bedam bor. Mana. Xo'p, tog'a, yemlari endi qanaqa yem berasiz ularni? Mana yuni ko'rsataman bo'lmasa. Mana. Aha. Mana u bug'doyni yormasi. Bug'doyni yormasi. Bug'doyni butun bermayman. Bug'doyni butun bersangiz 15-20% orqasidan o'tib ketadi. Mana ichida bug'doyi yo'q. Bug'doyni yormasi mana bu. Endi mana edi mana. Mana. Bularda endi bo'shiga solib qo'ygan ekansiz. Mana Makkani yormasi bu deyarli bo'lib ketganligi. Ko'p maydalayvergan. Endi egalasini bitta tovoqqa solib, mana bu tarozi, mana tarozi. Xudoning yaratgan kuni o'zi mo'ljal 200 gram aqabaqa mana lapatgada. Keyin mana bunda bir savol bilaman-da kilasini mana. Shuni qilib hozir mana 6 ta qo'yga. Mana 11 ta hozir 6 ta yo 5 ta, 11 ta, 11 ta qo'yga 7 kilo yemni mana shu yerda namlayman. 7 kilo yem namlagandan keyin 10 kilo bo'ladi. Endi suvni qo'shgandan keyin ko'payadi. To'g'ri. 10 kilo bo'ladi. Ada 6 ta qo'yga 6 kilo, ba'da 5 ta qo'yga 5 kilo. Hammasi teng yeydi. O'sha 1 kilo 900 gramdan yeydi endi. Hozir ertadan shunaqa 900 gram, 1 kilo 900 gram yeydi. Hozir Yog'ida mana olma ham bor ekan. Olmalarni ham berasizmi? Yo'q, endi olmam bor. Olmaning tagiga to'kilganlari uvol bo'lmasin deb. Bu yog'ida mana hashar, tayyor qirqib qo'yilgan ekan. Ha, beda. Mana shu bir mahal shunaqa beda yeydi. Beda mana. Hammasi drabilkadan o'tib, ha, beda yeydi. bedani yemdan oldin berasizmi? Somonni ham terib beraman. Mana. O'tib, kepak qo'shib, mana. Somon drabilkam mana. Drabilkadan chiqarib mana somon ham mayin ekan. Somon mana drabilkamda. Mana. Somonni ham mayin qilib terib qilib beraman. Endi hozir mana yozda berganim yo'q. Endi mana oktyabrdan somondan berishni boshlaydi. Endi bundan buyog'iga siloslar pishib, ha, silos ham ekkanman, silosni o'raman. 15-oktyabrga siloslar o'raladi. endi rosa boqqani yana ko'paytirib, ishqibozlari xotirjam shu yo'nalishda shu qatori boqilsa bo'laveradi. Kimlargadir videomiz yoqqan bo'lsa, bir donadan qo'zilarni ham ko'rsataymi? qo'zilardan ko'rsatamizmi? Hozir mana shu qo'zilarda 6-sentyabr kuni Aha. Dostonboy degan yigitda mana mahallada. Ha, Doston akamiz. Qo'y pirish. Hop. 2.400.000 dan oldim. 2.400.000 so'mdan olindi bular, ha? Oldim. Mana. 24 millionga 10 tasini oldim. Olib kelib. Ama tanlab oldim o'zimcha endi. Ha, qo'ylarni ichida. Ha, 30 ta qo'ydi ichidan tanlab oldim shu 10 tani. Mana. 33 ta qo'ydi ichidan. Endi Boyda tanlab oldingiz deb arang 2400 dan berdi, 2400 dan. 2.400.000 so'mdan. Ha, oldim endi. Endi tanlab olsangiz shunaqa ular qimmatroq beradi. Endi tanlab olsangiz endi qo'ylarni ichidan yaxshisini tanlab olasiz-da. Endi 30 ta 40 ta qo'ydi ichidan bo'ladi uni zo'ri. Endi bu yil qo'zilar o'tgan yilga qaraganda 500 ming qimmat bo'lyapti. O'tgan yil shunaqa qo'ylarni 1.800 dan olgan edim. O'tgan yili. O'tgan yili.
Bularda ham kilosi o'rtacha 48, 43 kilo, 45 kilo atrofida. Tarozi daryo tortib kilo bor. O'zingiz qaraygansiz tog'a? Ukar dorisini o'zim qarayman, mendan boshqa hech kim qaramaydi. Ular uyda oilamdagilar hammasi o'g'lim bilan birga yashayman, o'g'lim mol boqadi. Hop, Men qo'y boqaman. mana. Hop, ukol vaksinalarni necha kunda bir qilish kerak endi? Hozir 10-kuni qildim. 8-kuni kelgan bo'lsa 10-kuni qilindi. 6-kuni Ha, kelgan. 6-kuni. 4 kun damini ostida dedim. Bular juda charchagan edi. Bular Qirg'izistondan kelgan qo'zilar. Nihoyatda mana 50 kilo chiqdi mana shu bittasi. Ular nihoyatda charchagan edi. Sen o'ziga kelyapsan, darrov charchagan dedim, ukar qilsangiz ham bo'lmaydi-ku, dori ichirsangiz ham. O'ziga kelyapsan dedim, 4 kun o'ziga keldi, keyin 10-kuni ukarini dorisini berdim. Bugun akimi? Bugun 12, ha. Bugun bo'lsa 2 kun bo'ldi ukar dori bilan. Endi 20-kuni yana takroriy ukari bilan dorisini ichkizaman. Bularga hozir erta bilan 250 gram bug'doy yormasi, ya'ni 2,5 kilo. Shu 10 ta qo'ziga 2,5 kilo bug'doy yormasini. Tog'a, endi shu o'rinda bitta savol ariga bo'ladi. Shu yemlarda pishirib bergan ma'qulmi yo o'zini? Pishirib bergan ma'qul. O'zgarish tez bo'ladi. Ha, pishirib bersangiz baribir issiq ovqat yaxshi bo'ladi, hazm bo'lishi yaxshi, foydasi yaxshi. Endi hali imkoniyati borlar akalar pishirib berganlaring yaxshi. Hali o'zgarishi ham, misol uchun 3 oyda semiradigan qo'y 2 oy atrofida semirishi mumkin-da, to'g'rimi? Ha, men bunga pishirib beraman. Hozir vaqti ishim ko'p. Oktyabrdan hozir kelgan havo ham issiq. Oktyabr oyidan havo ancha salqin bo'lib qoladi. Pishirilgan ovqat hozir endi bular 3 kun tursa aynib qolishi mumkin. Meni qozonim katta. Endi qozon katta bo'lgandan keyin o'sha oktyabr oyidan beraman endi bularga pishirib. Ha, oktyabr oyidan pishirib berish boshlanadi. Shundan pishirib berishni boshlayman bularga. Oktyabr o'sha silosimni bosib olsam, oktyabrda 15-da silosni bosaman. Undan keyin bular ishim ham faqat qo'yib bo'ladi xolos. Hozir uchaskamga boraman. Silos bakkamga boryapman. Silosni yamasini tayyorlayapman. Hali bedazorimni buzib boshtalab beda ekaman deb go'ng tayyorlayapman. Ishim million hozir. Gap yo'q, shunchalik vaqtini ajratib qarab o'zi bir endi bular endi kim biladi endi telefonda qanaqa ko'rinadi. O'rtacha 43, 45, 50 kilo. Bitta 50 kilolisi bor, ikkita 45 kilolisi bor. Lekin qo'ylarda haqiqat yaxshisini olsin. Badani semiz ekan qo'ylarni. Endi kim biladi endi. O'rtacha hisobda bular ham nechaga boqasiz endi? Ha, bularni yanagi yil mana shu noyabr, dekabrgacha. Lekin semirganda ham bir yana video qilamiz, tog'a. Ha, yanagi yil noyabr, dekabr yozda hayotda qo'y sotmayman endi. Yozda qassoblar yog'i o'tmayapti deb zerikib gapiraveradi. Sonra yanagi yil oktyabrga, mana sentyabrda olgan bo'lsam, yanagi yil dekabrga 10 oy boqqan bo'laman. Ungacha polvon bo'lib kelsa kerak bular. Ha, endi yozda mana ventilyatsiya qiladi, qilib qo'yganman, ventilyatorlar bo'ladi. Yozgi mavsum uchun mana ventilyatorlar sharoiti bor. Yozda qo'y unaqa ko'p semirmaydi, yengilroq semiradi. Asosan sentyabr oyidan tog'orlar yaxshi ketaveradi. Bunda suluslar pishadi, salqinda qo'ylar o'zgarishi asosan go'sht yo'nalishiga boqmoqchi bo'lganlarga bemalol shu yo'nalishda boqishni tavsiya qilaveramiz. Xo'p, bugungi videolarimizga shular, ha? Ha, shular. Akalar, videolarimiz yoqqan bo'lsa bir donada like bosib qo'yasizlar, kanalimizda mehmonlar obuna bo'lishni unutmaysizlar. Tog'amizga like-ni tirs yozib qo'yasizlar. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib, izohlaringizni qoldirib qo'yasizlar mana.